Assalomu alaykumlar. Tomorqa biznes kanaliga xush kelibsizlar va bugun odatdagidek quyonlarni bir obzor qilamiz. Mana shu nashaqa ahvol, mana quyonlar mazza qilib yotibdi. Hammasi tikib olib, mazza qilib yotishdi. Naryoqda hop 8 ta boladan ikkitasi nozikroq ekan. Bir aniq ko'rdim, olib qarasam ikkitasi mana shu, qarang, bu ham sal ozgina kichik, mana bumi, mana bu ham kichikda, mana bu qarang, oq u kattani, mana bu kichik, bu kichik. Mana bu qarang, katta bo'lib qolgan o'sha. Alhamdulillah, mashalloh. Mana shunaqa bo'lyapti. Bularga ovqat ham berdim, endi tagini tozalashim kerak. Nasib qilsa bu quyonlar xudo xohlasa necha kunlik bo'ldi? O'tgan oyning 18da chiqdi, bugun nechisi? 10-chisilar, demak 22 kunlik bo'libdi. Xudo xohlasa ular 22 kunlik bo'lishibdi. Yaxshi. Hop, bir kuni ya'ni 7-chisloda shundan kelib ovqatlarni berib, qani mana bu ona quyonni bir qari deb bunday otsam, mana bu tuylari hammasi bu yerda yotuvdi-da. Bu 12-chisloga tug'ishi kerak edi. Xullas, tug'ib qo'yibdi. 9 ta bola tuqqan, 9 tasi ham o'lib yotibdi. Mana shu yerda umuman qaramagan. Obedda tuqqan. Men soat 8lardan keyin kelib qaradim-da. Muzday qolib ketgan. Narada yotibdi bolalari. Bu yerda junlar yotibdi. Endi buni olib tashlayman. Rosa kapiyatim tushdi, lekin mana endi Allohning bergani dedim-da. Xafa bo'lmadim. Bu quyonga ham bitta shans beradigan bo'ldik. Ya'ni xudo xolasa buni mana shu oy, bugun 10-chislo bo'lsa, 20larga yana bir qo'shishga harakat qilamiz. Xullas, mana shu oy buni iloji boricha bitta qo'shib, keyingi oy tug'dirishga harakat qilaman planda-da. Keyingi oy nasib qilsam tug'sa, uni ham kuzatamiz, qanaqa bo'ladi. Bolalarga qaridimi yoki mana shu qilib bolalarni o'ldirib qo'yadi. Agar o'ldirib qo'ysa, sirrazi buni ham nimani quyonni go'shtga tirs qilib olamiz. Va hokazo. Go'shtga tirsilatamiz. Shunaqa ahvolim bo'lib turadi. Endi men o'sha payt o'liklarni olmadim, o'sha videoga olmadim, chunki o'sha kapiyatim yo'q edi, o'sha videoga olgim kelmadi. 9 tani sanab, shu bitta idishga solib olib, bog'ga borib ko'mib keldim-da. Mana yotibdi mana shu quyon edi. Yana bir marta bunga endi xudo xolasa imkon beramiz. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Mabodo o'sha nima bo'lsa, beparvolik qilib yana o'sha ahvol bo'lsa, bolalarni o'ldirib qo'ysa, buni o'zini go'shtga tashlab yuboramiz. 12-chisloda bu tug'ishi kerak edi, 12-chisloda, ammo 7sida tug'ib qo'ydi-da. Shu erta tuqqan ham menimcha qanday ta'sir qildi bunga. Erta tug'ib qo'ydi. Mana joylarni taxlab, mana qarang, hammasini chiroyli qilib qo'ygandi. Mazgi, lekin kutilmagan shunaqa bo'ldi. 9 ta bolalar, 9 tasi ham yaxshi normal edi. Pachog'i yo'q edi degan bo'ladi. Ish qilib hammasi o'ldi ketdi. Shunaqa gaplar. Endi hozir shu opitni anaqadan so'radim. Quyonchidan so'radim. Men bu quyonim hech qo'shilmayotgan edi. Semirib ketgan. Aytdi, bunga o'sha selen degan dori bor, o'sha 1 litrga 1 milligram qilib 1 millilitr qilib xolos berasiz dedi. Xo'p deb o'sha boshladim. Chorshanba kuni bunga berdim. Sразу mana bu ikkinchi qafasga, ya'ni yaqinda tuqqanga berishni boshladim men bunga. Bola so'kku endi buni. Shu. Maqsadim buni ham tez orada naqib yuborish. Qo'shib yuborishdi. Qo'shib yana homilador qilib, bolalarni olish. Agar mana bu yana o'sha ahvol bo'lsa, shu tuqqandan keyin yana o'sha o'ldirib qo'ysa go'shtga, mana bu mazgi agar mana shu oyning oxirigacha qo'shilmasa, buni ham go'shtga shiplatib olamiz. Endi bu tanishimga o'zim so'yib beraman, olib ketdim. So'yib tashlab, bu quyoning odam bo'lmaydi deyman-da. O'zimni narada chiqqan quyonlarimdan xudo xolasa keyin berib beraman unga. Shunaqa kelishib yuboraman-da. Bu ancha bo'ldi. Bu ham tug'ib o'ldirib qo'yganda. Bu 9-mayda tuqqan, o'ldirib qo'ygan bolalarni. Bir 2 kun ichida o'ldirib qo'ygan. Endi issiq ta'sir qildi menimcha.
bu boshida turuvdi. Mana yeyishga qarang mana. Nimada ko'chada naves tagida qo'yganda, hop shularga mana ovqat idish berishim kerak. Xullas, o 9dan beri qarang qancha bo'ldi? 2 oy bo'ldi. Rovna 2 oy, 2 oy 1 kun bo'ldi-da. Buni tuqqaniga. 2-3 kundan keyin bolalarni o'ldirib qo'ydi. O'sha issiqlik ta'sir qildi menimcha. Hop, o'shandan beri u qo'shilmadi mazga. Endi mana shu oyning oxirigacha kutamiz, agar qo'shilmasa, go'shtga berib yuboramiz. Mana bu bolalari maşallah mana bedani yeb yurishibdi. Mana sekin o'tlab, uyoq qilib mana. Menga hozir mana bu ovqatni yemoqchi bo'lib turibdi. Mana shuni qiynalib bo'lyapti bechora. Ana qo'yaman. Mana bunaqasi bor. Shunaqasidan qo'yaman. Bittasi turibdi, o'shanaqadan bittadan qo'yib, mana shu qo'yib qo'yamanmi? O'sha tuzat, buni yaxshi tushirib qo'yaman, buni kaltaroq qilib qo'yaman. Bundan bittasi bor, uni yasamoqchiman, uni ko'paytirmoqchiman-da, nusxa olmoqchiman. O'shuning uchun uni alohida qo'yib turgandim. Shunaqa buni pastroq tushiraman, bitta kesib tashlayman. Pastroq ham tushirib qo'yaman, shu bolalar qiynalmasligi uchun. Tak mana ovqatni yeyishyapti, qarang. Mana. Shunaqa gaplar, endi tozalaganimni ko'rsatib o'tirmayman. Tozalashmasam bo'lmaydi, o'zi hid bo'lib ketdi o'sha podvalda ham. Podval 27 gradus. Ertalab ham, obedda ham hozir soat почти 1 bo'lib qoldi. Bir nechidir kam 1 15 minut kam 1mi, 20 minut kam 1 desak, issiq bo'lib turgan payt hozir ko'chada-da. Nima desa, podvalda muzdek havo 27 gradus. Ko'chada dahshat issiq. 10-iyul sanasi hozir. Podvalimiz muzdekkina va bilan mazza qilib yurishibdi. Ana ichiga kirib buni hozir to'g'rilayman, xudo xolasa. Hop, shunaqa gaplar. O'lib qo'ygani sal muammoli narsa bo'ldi, ammo bu biz uchun dars bo'ldi, xudo xolasa. Undan ham keyingi nimalarda e'tiborli qilib yaxshi qarashga harakat qilaman, xudo xolasa. Demak, kuzatib boramiz jigarlar. Mana shuni quyonni, narigi quyonni qo'shilishini, bola tug'ishlarini o'shalarni kuzatib boringlar. Hammasi mana shu kanalda, xudo xolasa, Tomorqa biznes kanalida e'lon qilib boraman. Shunaqa gaplar. Omon bo'lasa charchamaysizlar. O'zingizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.